kun.uz saytida 16-may kuni Buxoro viloyati Vobkent tumanida 2004-yilda tug'ilgan Tillayev Sardorbek Sohib o'g'li va 2001-yilda tug'ilgan Shodmon va Setora Sohib qizi 2019-yilning 7-may kuni soat 10:00larda o'zi tahsil olib kelayotgan 5-umumiy o'rta ta'lim maktabidan chiqib ketib, bedarak yo'qolgani haqida xabar berilgan edi. Qayd etilishicha, bu ikki o'quvchining bir-biriga qarindoshchiligi yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, ular maktabdan birga chiqib ketishgan. Vobkent tumani ichki ishlar bo'limining tahririyatga ma'lum qilishicha, olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida Vobkent tumanida yashovchi bedarak yo'qolgan Shodmon va Setora va Tillayev Sardorbek 2019-yilning 17-may kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani hududida topilib, ota-onasi bag'riga sog'-salomat qaytarildi. Surishtiruv davomida bu ikki o'quvchi bilan suhbatlashilganida ular ota-onalari qarshilik qilishini taxmin qilib, hech kimga ma'lum qilmasdan Samarqand viloyatiga aylanish maqsadida ketganini bildirishgan.